Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir Fayzli xonadonimizni mebel jihozlari bilan to'ldirib berdik. Ishlarimizni tanishtirsak, hop, kirasini emlashda tayyor bo'lgan bu ishlarimiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Shamdurlari digital, original shamdurlar. Yopilishlari ham sekin yopilib o'zi tortib oladi. Mana oxirida prujinasi bor, taqqillamaydi yopganda. Bu yerlariga qo'sh soladigan poddomlarni joylab berdik hamda tandem rollarni qo'yib berdik. Yopilishlaridan bir qator olib qo'yasiz. Apparati yaqinroq keling. Bu ishimiz razmeri o'xshi 3 metr, bo'yiga 260. Bu yerlarga mana ledlarni chiroyli qilib o'rnatib berdik. Vitichkalarni, gazlarini. Bu stolishnicamiz. Kafel. Bu ishimiz bor. 217 razmerda. Bu materiali igl, rossiyskilar bilan stolishnichda rossiyskiy zavodskoy. Bu yerga mana kir mashinagacha tashlab ketganmiz. Yana bir narsasi, ruchkalariga ham bir qator e'tibor berasizlar. O'ta tiniq holatda. Bu yerda esa shkafimizni tayyorlab berganmiz. Buni razmeri 270 ga, bo'yi 260. Bu yerga esa mana vishilka qo'shilganmi. Bu yerda shunaqada qo'lga qilib berganmiz. Hamda bu yerda esa uzun shkaf berganmiz. Nimaga buni qilib qo'ydinglar desanglar, biz ko'rpa to'shak yig'amiz, shunaqa bering degan uchun shunaqa qilib keng qilib tayyorlab berdik. Ochilishlari to'g'ri, bejizoli ikkitadan nasos qo'yilgan. Endi keyingi xonaga chiqamiz. Bu yerda bir xilda shkafimiz bor, razmeri 270 ga, bo'yi 260. Buniki birinchi polka. Hamda shularni keng qilib vishilka qilib berganmiz. Pastiga esa ko'rpa taxlagan joy. Bu yerga esa to'shak taxlagan joy qilganmiz. Endi eng asosiysi perovoshkamizni ko'rsatamiz. Bu perovoshkamiz mana aylanadigan bemalol patinga qo'yib tanlab olsanglar bo'ladi. 30 ta farzlarga joy qilganmiz. Kimga shunaqa oshxona mebel kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar hamda Mebelina.uz YouTube kanaliga obuna bo'linglar.